Fayzikul musiqiy dam olish dasturi a'lo kayfiyatda davom etmoqda. Qo'limda kitob Yarim ko'nglim qani to'lsaydi, go'dak qalbim diydor qo'msaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham orangizda onam bo'lsaydi. Ushbu she'r va ushbu qo'shiq har bir tinglovchining qalbidan munosib o'rin olgan desam yanglishmagan bo'laman. Bugun ana shunday bir-biridan o'zgacha va qalblarga yetib boradigan she'rlar muallifi hamda aziz yozuvchimiz bugungi mehmonimiz bo'lmoqdalar. Albatta, nafaqat siz o'qigan to'rtlikning muallifi, balki biz hozirgina tinglagan o'sha mashhur qo'shiqning matn muallifi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, shoir Mirzo Karim biz bilan suhbatda bo'ladilar. Undan tashqari ular bilan birgalikda viloyat hakamlik sudi sudyasi, ijodkor Shuhrat Said ham tashrif buyurganlar. Ustozlar, sizlarni ko'rganligimizdan g'oyatda mamnunmiz. Albatta, bugungi dasturimiz elimiz suygan, elimiz tanigan insonlar bilan davom etmoqda. Mirzo aka, sizni ko'rib turganligimizdan xursandmiz. Albatta, sizni biz she'rlaringiz orqali g'oyibona muxlismiz. Bugun mana jonli ko'rishish nasib etgan ekan. Xush kelibsiz deymiz Qashqadaryoga. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Ijod olami mo'jizalar olami hisoblanadi. Ana shu mo'jizalarni yaratadigan shoirlar, yozuvchilarimiz bo'lishadi. Bu mo'jizalarga sizni nimalar chorlaydi? Keling, shular xususida gaplashib o'tamiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz qarshiliklar. Albatta xalqimizda odam bor joyga odam keladi deydi. Ayniqsa ijodkor bor joyga ijodkor albatta yo'qlab keladi. Bu yerga kelishimga sabab mana Shuhrat akam, Shuhrat Said o'sha ijtimoiy tarmoq orqali juda ham yaxshi qalin tanishmiz, lekin bugun didorlashib turibmiz. Yana uni ustiga mana xalq bilan ham mana shu qarshiliklar bilan didorlashishim men uchun juda katta xursandchilik, baxt, olam albatta ilhom olaman. Qarshi ulug' joy. Shuning uchun bugungi tashrifimdan juda ham xursandman. Said aka, Shuhrat aka, sizga rahmat. Sizga ham rahmat. Xush kelibsiz. Albatta, aka, xush kelibsiz. Sizga ham alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz. Va Mirzo aka, intervyularingizni kuzatdim va kuzatgan jarayonimda ma'lumotlarga ega bo'ldimki, siz she'r yozishni otangizdan maqtov eshitish uchun boshlagan ekansiz. O'sha 5 yoshingizdan boshlagan ekansiz, chunki akalaringiz hammasi she'r yozishgan, akalaringizni maqtashgan va siz ham ularga qiziqib she'r yozgansiz va bugungi kunda ulardan o'zib ketdingiz. Xo'sh, akalaringiz hozir ham she'r yozish davom etishyaptimi? Albatta. Endi biz oila uchun she'r yozish bu kasb yo bir aytaylik bir daromad manbai emas. Daromad manbai ham bo'lishi mumkin. Hozir endi men bizni bizni istamayman-ku endi. Tonmaslik kerak endi. Albatta. O'sha akalarim turli kasb egalari demoqchiman. O'sha doim aytaman, Irgatsa institutini bitirishgan, Politexnika institutini bitirishgan, o'zim farmatsevtika institutini bitirganman Toshkentda hammamiz. Bizni o'sha xalqimiz qonida bor-da ijodkorlik. Uni endi men shoirman deb bir qandaydir o'zini ko'rsatib yurish, o'zini ko'zlab yurish aytaylik. Masalan, xususan bizni aka-ukalarga biz tegishli emas. Biz shu qalbimizda she'r yozish bor. Bu ko'p aytam, bu dard deb o'ylayman. Shu dard deb hisoblayman men qandaydir. Mana hozir ko'pchilik xonandalar bilan ishlagansiz. Endi Xurshid Rasulovning bir 100 dan ortiq qo'shiqlarining matn muallifisiz, boshqa Yulduz Usmonova, Ozoda Nursaidova, Ozodbek Nazarbekov. Bu ko'pchilik qo'shiqlar aynan sizning qalamingizga mansub she'r asosida ijro qilingan va ularning hammasi mashhur bo'lgan va yuraklarga eng kirib borgani bu albatta orangizda onam bo'lsaydi taronasi bo'lsa kerak. Ijro ham chiroyli bo'lgan va bu she'rning yaratilish tarixi ham chiroyli ekan. Keling shuni o'zingizdan eshitsak. Tarixi chiroyli, uzoq albatta eshitamiz. Bu yerda albatta bu studiyani mehmonlari ko'p ekan, mana ko'rdim. Shuning uchun albatta o'sha voqeani ham qisqartirib aytib bermoqchiman. 2009-yili birinchi marotaba men katta sahnaga chiqish baxtiga muyassar bo'ldim. Va shunda o'sha konsert tuzgan odam Rustam aka, Mirzo nimalar o'rniga chiqazma bu askarchilar o'rniga, so'z ustalar o'rniga shu xalqni qandaydir o'sha konsertimizni nimasini tushirib yubormasligimiz kerak deb rosa tayyorladik. Nima o'qishim kerak ekan? Bahor payti edi, 7-8 mart kunlari edi konsert. Birinchisiga albatta Ro'shan akam
o'sha paytda qo'shiqlari mashhur edi. Muhabbatni birinchisi yondiradi, muhabbatni birinchisi kuydiradi. Bahor, muhabbat fasli, shuni o'qiyman birinchisiga, ikkinchisiga nima o'qisamikin deb rosa o'ylandim. Ayniqsa konsert uyushtirgan aka juda qattiq tayyorlagan menga. Keyin shunda konsert boshlanishidan avval o'sha qarab o'tiribman, onaxonlarni yetalab kelishyapti oqromonlarda. Keyin birdaniga shu qalbimga quyildiki, qani shu insonlarda, shu minglab odamlar ichida onam bo'lganda, mani katta sahnaga qadam qo'yganimni ko'rib xursand bo'lishardi deb o'sha e'tibor bersangiz so'zlarda ham o'sha so'nggi qator, so'nggi joydami deb aynan bir 25 daqiqa mobaynida 12 kupletli she'r bu yoqdan yig'ilib yozishga ulgurmayapman-da endi bu shuni yozganman o'sha. Keyin Ozodbek Nazarbekovga yetkazib berilgan, kimlardir orqali bergan, kimdir faqat to'r kupletini, to'r bandini olib borib bergan ekan. Keyinchalik Ozodbek juda yaxshi kupletlari ham yana bandlari bor ekan deb o'sha keyin qadamimni yurak bilan his ming bir ichra anglagan yolg'iz eng buyuk va eng sodda muxlis, eng buyuk va eng sodiq muxlis Orangiz onam bo'lsa degan kupletlarni keyin boshqa yana bir konsertlarda qo'shimcha. Endi she'r insonni qalbidan tug'iladi-da, u jarayonda paydo bo'ladi. Ammo sizga buyurtmalar ham tushishi mumkin, to'g'rimi? Mana shu mavzuda she'r yozib bering deya. O'zi tug'iladigan she'r bilan buyurtma she'rlar o'rtasida qanchalik farq bo'ladi? O'rinli savol. Endi bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Qo'shiq nima degani o'zi? Masalan, qo'shiq qo'shuv degani. Men boshqa televideniyalarda ham aytganman, mana Qarshida ham aytishga muyassar bo'ldim. Avval so'z yaraladi. So'z barpo bo'ladi. Undan keyin bastakor unga so'z bag'ishlaydi. So'z, so'z va saz. Mana shu 3 ta unsurda qo'shilgani qo'shiq degan so'z shundan kelib chiqqan. Demak, u hamkorlik qilish kerak, gaplashish kerak. Endi hozir ayniqsa hali kitob qo'lga olinmaydigan bir paytda hech bo'lmaganda bunaqa dardim bor edi desa, keyin shunga uyqash va o'sha yozib berganingizdan keyin uni dardi bo'lib chiqadi. O'sha avvalo men aytaman, men qo'shiq kuylay olmayman, lekin kuylayotgan odam eng avvalo o'zi mazza qilish kerak. O'zi nima deyotganini o'zi anglash kerak. Hozir o'sha studiyadan qo'shiq sotib olishadi, uni shoirni ham tanimaydi. Shoir balkim qo'shnisidir, boshqa. Shoirni ham tanimaydi, lekin o'sha ma'lum darajada o'sha xizmatini berib tayyor qo'shiq oladi-da, o'sha kerak bo'lsa o'sha so'zlarni ham oxirigacha bir mohiyatini bilmaydi. Hatto shunaqangi bir sharmandali so'zlar bilan ijro nima qilinadiki, bilmayman, ular ota-onasidan uyalmaydimi deb qolasi, aka-ukasi yo'qmi bulardi. She'rlaringizni so'zlar albatta o'zgartiriladi-ku, ruxsat so'rashadi albatta. So'rashadi, so'rashmaganlari ham bor. Masalan, aynan Orangizda onam bo'lsa edi qo'shig'ida ham o'zgarishlar bor. Sababi 3 yosh edim, yosh qolib ketdim, ko'zlarimda yosh qolib ketdim deganda, ko'p yosh edim, yosh qolib ketdim deb rahmatli nima Musoxon aka Nurmatov o'sha she'rni lekin boshqa birovning nomidan qilib Ozodbek Nazarbekka berishgan ekan, o'z vaqtida. O'sha shuni aytdim-ku endi. Mayli, bu endi bu meniki ham emas, bu she'r endi xalqniki. Endi bu sizning qalamingizdan yozilgan she'r. O'rtada bir Amir Xudoyberdiyning she'ri ham shunday bo'lgani, Divonlarimiz she'ri shunday jarayonga uchragan edi. Shuhrat aka, endi siz bilan ham ozroq suhbatni davom ettirsak, qo'lingizda kitob bor, bu qanday kitob? Bu haqida ozroq ma'lumot berib o'tsangiz. Bu yangi kitob, mana bugun shuni taqdimotini qilamiz. Mana bugun do'stimiz, el sevgan shoir, o'nlab ilmiy badiiy kitoblar muallifi, o'nlab o'sha ko'krak nishoni, o'sha ko'krak nishon, keyin medallar haligi sovrindori. Shu inson manikiga mana keldilar Qarshi shahriga. Men xursand bo'ldim. Men aytdim, hali bitmagani deb tez bitirdingda, shu kitobni taqdimotini o'tkazsangiz siz bilan dedik. Keyin o'zi aslida mani o'zi ijodim adiblar ruhi turkumidan yozaman-da. Mana o'tgan o'sha adiblarni, shoirlarni bizga qoldirgan boy merosini o'zimni ijodimdan ular epigraf sifatida, ehtirom sifatida epigraflar yozib, turkliklar yozib, ularga ehtirom sifatida kitoblar chiqaraman. Masalan, Ambarotimni eslab, Komil Xorazmiyni eslab, Ahmad Yassaviyni eslab,
Shavqiyni eslab, Xazinini eslab degan kitoblar yaratdim, yozdim-u, unga men epigraflar yozib, ularni ruhini shod qildim. 3 maqsad bilan yozdim. Birinchi maqsadim ularni ruhini shod qilish bo'lsa, ikkinchi maqsadim yoshlarga ularni ijodidan bahramand qilish. Uchinchi maqsadim mana shu peshtaxtalarga hozirgi mana shularning ijodi kamayib ketdi-da. Shu kitob do'konlaridagi peshtaxtalar qisman bo'lsa ham ularni ijodi bilan to'ldirishdan iborat. Endi mani she'rlarim mungli she'rlarda. Masalan, Shomda qo'ydilar tuproqqa meni, she'rim men bilan yotdi, she'rim endi yormaydi kurtak, shum o'lim she'rimga nafrat uyg'otdi. Yoki bo'lsa men o'lsam she'rimdan o'qingiz bir oz, mayitdan ham eshitib dam olsin ozmoz. Mayli so'ngra ko'ming, qabrim ostida mungli qalam qo'ying yozgali qog'oz. Yoki bo'lmasa mana shu ular ehtirom sifatida yozganman. Masalan shu yana bir nima o'tar kunlar o'tsak biz ham toshga o'yib yozurlar. 100 yildan keyin duoga zor bo'lib qolar qabrlar. Hokimizni titkilashib kim ekan deb tursalar, dard singigan suyaklardan chiqar ohu nolalar. Men shunday bir to'rtlikdan yozganman. Buni o'sha yoshligimdan o'sha yo'limga hayot ayamay, gulmas tikan to'shadi bexos, soldi faryod qalam chidamay, she'riyatga so'ng qo'ydim ixlos. Mana shunday to'rtliklar yozganman. Shuhrat aka, o'sha ijodingizga nazar tashlar ekanmiz. O'tmish bilan kelajakni bog'lovchi ko'prik vazifasini endi Go'zalxon teletomoshabinlarimiz Mirzo Karimdan she'r kutishyapti. Ustoz, qaysi she'rni bizga taqdim etasiz hozir? Endi hozir yo'lda yozgan she'rimni taqdim etaman 8 qator. Qolgan keyin davom ettiraman. Riviera misralar. Kechga keldim. Kecha kelishim bilan biz ko'rishmaganmiz Shuhrat akam bilan, lekin men hayron qolganim, o'zi yo'lda o'ylab kelayotgandim. Haligi omadingiz chopgaydir, dil do'stini topgaydir, mehrin to'nday yopgaydir, qarshilik qarshi olsa, u Shuhrat Said bo'lsa deb kelib o'tirsam bir payt, sizga mana sovg'ani olib kiyib ko'ringchi dedim. Men mana yashirmayman, mana shuni sovg'a qilishyapti. Bu ham bir-birimiz ko'rishmagan, gaplashmaganmiz. Keyin hozir davomli yaxshi odam yaxshida, mehmonga jon baxshida, xor bo'lmaysiz qarshida, qarshilik qarshi olsa, u Shuhrat Said bo'lsa. Albatta. Sizning she'rlaringizni xalq sevadi. Albatta xalq mulkiga allaqachon ijodingiz aylanib bo'lgan. Sizdan biz yana mana shunday o'zbek adabiyotiga ajoyib meros bo'lib qo'shiladigan ijod namunalarini kutib qolamiz va albatta yana takror biz sizni studiyada kutamiz. Alohida yana suhbat uchun biz sizni chorlaymiz. Tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Aziz mehmonlarimizga tashakkur izhor etamiz. Ijodingiz bundan-da gullab yashnaversin. Oldinda bir yana qo'shiq bor. Ushbu she'r qo'shiqning matn muallifi ham aynan Mirzo Karim hisoblanadilar. Qo'shiqni taqdim etamiz, dasturda so'ng davom etamiz. Sizlarga esa tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz ustozlar. Suhbatdan yana ijodlariga qaytamiz qo'shiq orqali. Rahmat. Azizlar.